Hammaga salom. Bugun o'zbekcha g'alati ismlarni ko'rib chiqamiz va ularga 1 dan 10 gacha baho beramiz. Rasmda nima ko'ryapsiz? To'g'ri. O'g'iloy ismi. Bu ism nimaga g'alatiligini bilasizmi? Chunki u qiz bolaga qo'yiladi. Keyingi farzand o'g'il bo'lsin degan ma'noda. Shuning uchun bu ismga 10 dan 3 baho qo'yamiz. Endi rasmda nima ko'ryapsiz? To'g'ri. Tursun va to'xtasin. Tursun ismini o'g'il bolaga bu dunyo turguncha tursin degan ma'noda qo'yishadi. Shuning uchun bu ismga 10 dan 10 baho beramiz. Ma'noli ism. Keyingisi to'xtasin ismi. Qancha o'ylasam ham buni ma'nosini tushunib yetolmadim. Shuning uchun bunga 10 dan 2 baho qo'yamiz. Keyingisi. Endi rasmda nima ko'ryapsiz? To'g'ri. Sotib oldi. Bu ism o'g'il bolalarga beriladi. O'ylashim bo'yicha juda ham chuqur ma'noga ega, shuning uchun meni aqlim yetmadi. Bu ismga 10 dan 8 ball beramiz. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi ism nima? To'g'ri. Qo'chqor ismi. Bu ism ham o'g'il bolalarga beriladi. Qo'chqordek sog'lom, baquvvat bo'lsin deb o'ylashim bo'yicha juda ham chuqur ma'noga ega, shuning uchun bu ismga 10 dan 10 baho beraman. Shunaqa qilib, bugungi ismlarimiz oxiriga yetdi. Siz qanaqa o'zbekcha ajoyib ismlarni bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.